Poytaxtimizdagi shifokorlar sport majmuasi 2 kun davomida qo'l jangi bo'yicha respublika ochiq chempionatiga mezbonlik qildi. Musobaqada mamlakatimiz vakillari bilan birga Qozog'iston hamda Qirg'iz Respublikasidan kelgan yakkakurash ustalari ham o'z imkoniyatlarini imtihondan o'tkazishdi. Toshkent tibbiyot universiteti qoshidagi shifokorlar sport majmuasida o'tkazilgan musobaqada Qoraqalpog'iston Respublikasi, Andijon, Farg'ona, Toshkent viloyati hamda poytaxt sportchilari bilan birgalikda Qozog'istonning 2 jamoasi va Qirg'iz Respublikasidan tashrif buyurgan qo'l jangi ustalari chempionlikni maqsad qilib jang olib borishdi. 8 yoshdan 23 yoshgacha bo'lgan sportchilar ishtirok etgan respublika ochiq chempionatida dastlab 8-9, 10-11, 12-13 yosh toifasida g'oliblar nomi aniqlandi. Navbatdagi kun doirasida 14 yoshdan 23 yoshgacha bo'lgan yakkakurash ustalari raqobatlashishdi. Bu musobaqaning ahamiyatli jihati shundaki, bunda sportchilar o'zaro malaka oshirishadi, o'zaro qo'shni davlatdagi sportchilar bilan do'stona munosabat tiklashadi va ushbu musobaqada albatta biz federatsiya hakamlarini yana mahoratini oshirib olishda bizga yaqindan yordam beradi. Natijalarga to'xtaladigan bo'lsak, 14-15 yosh toifasida o'tkazilgan janglar yakuniga ko'ra Vorisxo'ja G'ulomov, Jamoliddin Xo'jamurodov, Kamron Umaraliyev, 16-17 yoshdagi sportchilar orasida Fayozbek Shirinov, Umidjon Mahmudjonov, Abdulaziz Mahkamov, 18 yoshdan katta qo'l jangi ustalari o'rtasida Sanjar Erkinov, Kamron Temirov hamda Abduazim Abdusattorov barcha raqiblarini mag'lub etib, Shohsupaning eng yuqori pog'onasiga ko'tarildi. Ta'kidlash kerakki, musobaqa doirasida eng kuchlilar o'rtasida gala final janglari ham tashkil etildi. Unda hamyurtlarimiz bilan birga qo'shni davlat vakillari ham ishtirok etishdi. Yakunda esa barcha bahslarda o'zbekistonlik sportchilarning qo'li baland keldi. Jumladan Diyor Mirvaliyev, Hamidulla Rahmatullayev, Sardor Ikromov hamda Nuriddin Hajjayev oltin medalni qo'lga kiritishdi va belgilangan pul mukofotlariga sazovor bo'ldilar.